Milliy terma jamoamizni Portugaliyaga qarshi uchrashuvida men qo'rqqan voqelik sodir bo'ldi. Ya'ni Cristiano Ronaldoning uyg'onish payti aynan bizga qarshi bo'lyapti do'stlar. Biz Cristiano Ronaldoni yillar davomida kuzatganmiz va uning bitta odatini doim men kuzatardim. Ya'ni Cristiano Ronaldoni butun dunyo tanqid qilganda, uni butun dunyo muhokamalar ostiga qo'yganda, barcha heyt qilganda u maydonda o'sha heyt qilganlarga isbotlab qo'yishni, maydonda aslida nimalarga qodirligini ko'rsatib qo'yishni yaxshi ko'radi va aynan mana shunday voqelik bizga qarshi sodir bo'lmoqda do'stlar. Milliy terma jamoamiz Portugaliyaga qarshi jahon chempionatining 2-turida ham mag'lub bo'ldi. Cristiano Ronaldo darvozamizga 2 ta gol urdi va bu Cristiano Ronaldoning 2026-yilgi mundialdagi 2-goli, umumiy mundiallar tarixidagi 10-goliga aylanmoqda. Bu nisbatan kutilgan voqelik, ya'ni qaysi ma'noda Portugaliya terma jamoasi yulduzlardan tashkil topgan va umuman olganda bu uchrashuvda ham favorit edi. Endi bu yo'g'iga milliy terma jamoamizda jahon chempionatining play-offga chiqish uchun deyarli imkoniyat qolmadi, lekin deyarli degan joyi borki, umid hali ham saqlanib turibdi. 3-turda Kongoga qarshi biz g'alaba qozonadigan bo'lsak, matematik jihatdan bizda imkoniyat paydo bo'ladi. Unda ham raqiblarning natijasiga qarab qolamiz. Umuman olganda oxirgi tur biz uchun haqiqiy o'sha muxlislar uchun o'ynaydigan o'yin bo'lyapti. Ya'ni nisbatan o'z darajamizdagi terma jamoa bilan o'ynaymiz. Kongoga qarshi uchrashuv bu ikkita mag'lubiyat uchun qaysidir ma'noda uzrnoma bo'lishi mumkin. Uning uchun milliy terma jamoamiz Kongoga qarshi qahramonlik ko'rsatib, ajoyib g'alabani qo'lga kiritishlari kerak.